Assalomu alaykum hurmatli Starmix kuzatuvchilari. Bugungi videomizning mavzusi zargarlik sohasida ilg'or texnologiyalardan biri FlashForge Waxjet 3D printerlarimiz haqida bo'lib o'tadi. Ko'rib turganingizdek 3D printerlarimiz murakkab va yengil bo'lgan vosk modellarini shu holatda o'stiradi. Starmix kompaniyamiz 2024-yildan beri FlashForge kompaniyasining eksklyuziv dileri bo'lib hisoblanadi. Va shu kungacha biz 40 tadan oshiq uskunalarni mijozlarimizga yetkazib berganmiz. Shu sababdan Starmix servis jamoamiz 5 kishidan iborat bo'lib, Xitoyda bo'lib o'tgan 2 haftalik servis treningga faol qatnashdi va biz mijozlarimiz uchun tez va sifatli servis ko'rsatish maqsadida FlashForge ga tegishli bo'lgan barcha ehtiyot qismlarini olib kelib qo'yganmiz. Komandalarimiz ishlovimizni. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha servislarni yaxshilashga, o'zimizning o'qitlarni oshirishga harakat qilamiz. Hozirgi kunlarda FlashForge Waxjet 3D printerlarini juda mashhur sexlarda, ya'ni Fanon, Sofizar, Butterfly, Caravan Gold va boshqa sexlarda ko'rishingiz mumkin. Biz bugungi videoda Caravan Goldning ish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Modellarni tayyorlab 3D printerga jo'natamiz. Birinchi ishimiz apparatni faylni tanlab startni bosish. Tayyor bo'lgan modellarni 3 ta bosqichli spirt moykada yuvamiz va ularni quritishga qo'yamiz. Modellar to'liq qurib bo'lgandan so'ng ichki jarayonga tayyor bo'ladi. FlashForge 3D printerdan o'stirilgan modellar sifatli, yengil va nafis bo'ladi.